O ama fırsatı da fazla bir şey. To'xtang, cho'ntakchalarga qo'ysagan bo'ladimi? Sizlar men tinch joyga mana shu yerdan tushuntiray hammalarini. Bir yaxshi tushuninglar. Bafurja sizlarga yetkazib beraman bu narsani. Ruhingiz ko'tarilib, Xudo gunohlaringizni kechiradi. Inshaalloh. Siz endi dunyoviy narsaga e'tibor bermasdan holatda ziyoratga kirdikmi? Bu ikki dunyo aralig'i degan gap. Bu dunyoni ne'matlarini almashtirib, endi vaqtinchalik unutib, biz Allohning oldiga tavba qilish. Ichkariroqqa yuringlar. Kendilerine neye kadar gelirler? Ozat! Ulan içmediler ya oğlum. Aldın. Kimin ismi? Recep Bey gir. Ya bak Hadi başla verin. Bismillah. Assalomu alaykum. Alloh umrlaringizni uzoq qilsin. Xush kelibsizlar Buxoroga. Payg'ambar alayhisalom aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Har bir inson borki, bu o'lim sharbatini tortguvchidir. Bu ne'mat Allohning ne'mati. Biz odamlarga qarab havas qilamiz yoki hasad qilamiz. Lekin dunyo unay bo'ldi, bunay bo'ldi deymiz. Yo'q, zamon Alloh. Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Qaysiki bir insonni Alloh taolo qadr qudrati bilan chaqirdiki, meni do'stlarimni ziyorat qilgan odamlarni avval oxirini kechdim deydi Alloh taolo. Gunohlarini. Bu hazil gap emas. Karamati qani? Eshityapsizmi? Ha, bo'lmaydi. Ziyorat qonun qoidalari bor. Dunyoviy ishlar dunyo yo'liga tursin. Ziyoratgohga kirgan vaqtimizda ularni ko'rmaymiz, lekin ular bizdan xabardor bo'lib turadi. Ko'zimiz ko'radi, shukr qiling. Quloqimiz eshitadi, oyoqlarimiz yuriydi. Alloh taolo bizga nasib qilgan ekan, Allohning uyiga kirib bir duo qilamiz misol. Farzandimizning haqqiga tinch, o'zimiz tinch, yo'limiz ochiq, yurt boshimiz tinch, yurtimizni boshiga duo qilaylik. Xalqimiz bizni duo qilsin. Farzandlarimiz ketimizga qolaydigan vaqtda bizdan duo qilaydiganlardan bo'lsin. Shuning uchun aytaman. Mana shu madrasani tugatgan odam. Mir Arabda. Muhammad Solih, Muhammad Yusuf hazratlarining duolarini olganman. Ustozim G'afurjon domla. Mana shularning ta'limlarini olib, bulardan ko'p ta'limotlar olaman. Chunki hammaga bir xil o'zimni fikrimni, o'zimni aqlim bilan gapiraman. Lekin sizlardan ko'p narsa ko'rmaganman. Ziyodi narsani ko'rmaganman. Endi biladiganimni, Qur'onni, hadisni sizga yetkazib beraman. Aziz avliyolar, bizga Buxoroga avliyolar ko'p. Buxoro avliyolar yurti. 1350 ta avliyo bor. Asosiylari Hanafiylar. 71 da aqlliklari Mir Arab Yamani Naqshbandiya tarqatgan davomchilar bilan. Bizga ziyoratga kelgan odamlar ziyorat boshqa, tomosha boshqa bo'ladi. Ikkita narsa bor. Ikki narsaning o'rtasiga bitta bu tavba. Gunohi ko'p bo'lgan, qarzdor bo'lgan, farzand talab, baxt talab odamlar bor. Allohdan umidvor odamlar bor. Xudoga shukr qiladi, ko'zi ko'rganiga, yurib kirganiga. Farzandlari bor, nabiralari bor. Chiqib o'shalarning xursandchiligidan ziyorat qiladi. Bir-birlarini ko'radilar, sinfdoshlar ko'radi, ota-ona. Asosiy Alloh kechiruvchi, G'afurur Rahimdir. Mana bir kirib kelgan joyi Buxoroga, Buxoroning yuragi deb aytilgan joy. Mir Arab Yamani Naqshbandiya tariqasining davomchilari. Undan ko'proq Masjidi Kalon. Kalon degani bu katta narsa. 1318-yilga Buxoroga Naqshband dunyoga keladilar. Bularning 7 pirlari bor. 7 pirlarning oxirgilari Naqshband bo'ladilar. Xo'ja Hazrat Samosiy Romitan tumaniga turadilar. Xo'ja Hazrat Azizonning shogirdlari bo'ladilar. Ularga ilohiy ilm shunday bo'ladiki, ular oldinni ko'rib bilib turadi, bashorat qilib turadilar. Oldindan tug'ilmaslardan Bahavoddin Naqshbandini bilganlar. Xo'ja Hazrat Samosiy, Xo'ja Hazrat Bahavoddin Naqshbandini 3 bor borgan vaqtlariga 3-marta Hazrat Mirqulorga aytadilar. Dunyoga taniqli odamni hidi kelibdi. Kim u dedilar?
Bahovuddin Naqshband dunyoga keldi deb 3-marta borgan vaqtda aytdilar. U kishi tug'ildi. Borib Bibi Orfa onamizdan borib ruxsat olib kelib haqqiga duo qiladi. Tarbiyalarini otalaridan, bobolardan olgan ekanlar, otalarini ko'rmaganlar. To 21 yoshlarga tarbiya qilib bo'lganlardan keyin Hazrat Mirkulolga aytadilar. Endi ta'limi, tarbiyasi sizda. Aqoqiya, shariat, tariqat ilmlari Xizr alayhisalomdan berilgan. Bularning eng kattalari Xizr alayhisalom. Abduxoliq G'ijduvoniy Xo'ja Hazrat Yunus Hanafiydan dars oladilar. Abduxoliq Yunus Hanafiy hazratlari bu kishi Xizr alayhisalomdan ta'lim olgan. Qolganlari bir-birlaridan ta'lim olib kelgan bo'ladi. Bahovuddin tug'ilgan vaqtlariga u kishini onalari bermadilar. Onalari bermagan vaqtlariga aytdilarki, "Bilmasa qo'laverdim, gavrasiga tarbiyasini boshlab qo'ydi." Hazrat Bahovuddin Naqshband 3 yoshga kirdilar. 3 yoshga kirgan vaqtlariga bu kishi 32 ta shogirddan oxirgi shogirdlardan bo'ladilar. Bu kishi tug'ilgan vaqtlariga haqiqiy shariat, tariqat ilmlarini berib turgan vaqtlariga Xo'ja Hazrat Samosi endi balani olib keling. Dunyoga taniqli avliyoni haqqiga bir duo qilay degan vaqtlariga u vaqtlarga masjid ham bo'lmagan, madrasa ham bo'lmagan. Bu minor bo'lib turgan. Mana shu minor bo'lib turgan vaqtlariga mana bir tepalik bo'lgan. Mana shu tepalikka she'rdan yo'l o'tgan, manbalarda rivoyat qilishlaricha she'rdan yo'l o'tgan karvon bir-birlariga boradigan, avliyoga boradigan yo'lak bo'lgan. Mana shu yo'lakka kelib tuya tushibgan, yurmagan. Bu Xudoning amri bilan, Xudoning qudrati bilan. Bu duvoy bir ketgan joy. Birni bilasiz. Qayerga ota onaning duosi bor, piri bor. O'sha nima desa, o'sha duo ijobat bo'ladi. Avliyoga borsangiz, nima niyat qilsangiz, avliyo bo'ladi desa, avliyo bo'ladi. She'rga turgan vaqtlariga tuya cho'kkan vaqtga o'tirib yurmaydi, yurmagan vaqtga Xizr alayhisalom Hazrat Mirkulolga aytadilar. Pirim, duo qiling. Duo qilaman, 3 bor duo qilaman. Birinchi duom shu. Agar siz menga amin deb sherik tursangiz, bu duoyingiz qiyomat qoyimgacha ijobat bo'ladi. Duom shu. Qaysi inson niyati xolis bo'lsa, u inson Allohdan umrini so'rasa, umrini so'rab Alloh taolo unga umr bersa-yu, bu umrini bekorga sarf qilmay, toat ibodatga, oxiratini so'rasa, yaxshilik qilsa, farzand solih so'rasa, o'nta emas, bitta so'rasin. Ketidan duo qiladigan bo'lsa. Bemor bo'lsa, Alloh taologa duo qilib o'tgan bo'lsa, Alloh unga shifo bersin. Qarzdor bo'lsa, unga najot bersin. Butunki dunyoviy ne'matlarni bizda azob yeydigan narsalarimizdan Allohdan najot so'rasak, bu yerga duolari ijobat bo'ladi. Ikkinchi duoyingizni ayting. Ikkinchi duom shu. Balani mahkam quchoqlang dedilar. Mahkam quchoqlagan vaqtda aytdilar. Taxallus, ikkinchi taxallus shundan keladi. Taxalluslarga shunday deb duo qiladilar. Ilohim va she'rni ziyorat qilgan odam balodan qaytdi. Shuning uchun Naqshbandiy baloy gardon deb aytiladi. Ma'nosini tushunish kerak. Uchinchisini ayting. Bir kun kelib Alloh nazari tushgan joyda duo qilamizki, qiyomat qoyim bo'lib, yer tekis bo'lmagunicha Allohning kalomi tinmay o'qilsin. Bu duoni sharofatidan emas bu. 1530-yilga Buxoroga podsho Ubaydullohxon Shayboniyxonning nabirasi tarafdan Buxoro podshohxonligi edi. Bu kishiga xabar keldiki, Buxoroga o'z shahrini tashlab kelgan Yamaniy hazratlari keldi. Yamaniy shahriga kelib, o'zlariga tillo boyliklarini olib kelib, niyat qildilar. Men uy-joy qilib yoki davlat qilib, bu davlatni olaman deganlari yo'q. U tariqat amaliga kirib kelganlardan keyin Buxoroga keldilar. Buxoro podshosi kutib oldi. Sizdan ham, mendan ham qo'laydigan, siz uchun nima taqlab beray degandan keyin u kishi aytdilarki, mendan ham, sizdan ham qo'laydigan bir esdalik bizda tarixiy obida Mir Arab madrasasini madrasa qurib bering. Ustoz, men Buxoro xoniman. Siz xohlagan joyda madrasa qurishingiz mumkin. U kishi aytdilar, yo'q. Ustozimni duo qilgan joydan madrasa qurib bering. Bu kishi boshladilar. Kelib bir necha muddat turganlardan keyin Hazrat Samarqandga qarab ketdilar. Xo'ja Sapo Vali hazratlariga. Xo'ja Aqbor Vali hazratlariga ketdilar. U yerga bir necha vaqt ustozlardan ta'lim oladigan vaqtlariga Buxoro podshosi chidolmay, u kishini yana qaytib olib keldi Buxoroga. Ustoz, siz aytgan narsa ta'lim beradigan madrasani harakat qildik degandan keyin 10 yildan keyin bu kishi vafot qiladilar. Vafotlaridan keyin kuyovlarga qoladi. Madrasa tugaydi. Madrasa tugab bo'lgandan keyin o'sha aytdilarki, podsho aytdilarki, bu madrasani xohlasangiz qancha xizmatkor bo'lsa,
shunchasiga sizga haq berib matal o'sha aytdilar menga qul kerak emas biz Allohga o'zimiz qul men madrasani halol holatda qurishni xohlayman deganlaridan keyin bu madrasaga Qur'onga nashta sura bor dedilar Qur'onga 114 ta sura bor mana kirib ko'rsangiz agar madrasani ichi tashqi taraflari Qur'on oyatlarini tafsirga qurilgan Buxoroga Mir Arab madrasasini Hoji aka duo qilaman deng siz ta'sirlab aytib qo'ying bilmang mana hozir shu kecha kunduzga Buxoroga hozir mana 500 yil bo'ladi Buxoroga 500 yil bo'ladi 500 yildan bo'ldi duvoy pir ketgan joyga Allohning amri qudrati bilan mana ko'ryapsiz mo'jizani madrasani kirib tashqi ichkilarni ko'rsangiz agar ichiga kirsangiz ta'sirotingiz boshqacha bo'ladi bu ta'sirotdan ruhlari tetik bo'ladi dunyoviy narsani unutib yaxshilik ne'matlarga erishadi madrasa 500 yildan bo'ldi faoliyat ko'rsatadi avvalgi vaqtda madrasa inqilob davriga to'xtab qoladi ya'ni urush davriga 41-yildan 45-yilgacha shundan Stalindan ruxsat olib kelib Stalindan ruxsat olib kelganlaridan keyin yana madrasa davom etadi demak bu madrasani davom etishdan keyingi olim ulamolar demak bizga Qozog'iston Turkmaniston Tojikiston Rossiya Chechen o'zimizning O'zbekiston musulmonlar diniy idorasining raisi Hazrat Muhammad Solih Muhammad Yusuf hazratlari ham she'rga ta'lim olganlar. Qur'onga 114 ta sura bo'lsa, 114 ta hujraning ichidan bittasi Jin surasi bor, agar o'qigan bo'lsangizlar. Mana shu Jin surasining ichiga har kim yota olmagan. Bu ham mo'jiza. Mana shu yotadigan odamni o'zlari Hazrat Muhammad Solih hazratlari bo'lib chiqqanlar. Buni dunyo tan olgan. Hozirgi shu kecha kunduzga madrasa avvalgi vaqtda inqilob davridan keyingi davrga madrasa oliygoh bo'lgan. Butun dunyo tan olgan. Shaxsan arablar madrasa Buxoroni tugatib keldi demasa tan olmaydi. Mana shu madrasa bizning mustaqilligimizdan keyin Abdug'aniyevich hazrat prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov taraflaridan muqaddas O'zbekistonimiz bo'lingandan keyin mustaqil bo'lgandan keyin bizni O'rta Osiyodagi mana Mir Arab madrasasi Buxoro, Samarqand, Farg'ona, Andijon viloyatlaridan Buxoroga hozir shu kecha kunduzga bu o'rta maxsus bo'lib qoldi. Mana shu o'rta maxsusning ichiga 2 yil ta'lim oladi qorilar. 2 yil ta'lim olganlardan keyin bular imom qori bo'lib chiqadilar. Bizga Buxoroga O'zbekistonga 2 ta joyga ochildi. Bittasi Imom al-Buxoriy, ikkinchisi Mir Arabning nomlariga oliygoh ochildi. Madrasani tugatganlar borib madrasaga o'qishlari mumkin. Bo'lmasa masjidlarga imom bo'lib, mana shu yerga ta'lim berishlari mumkin. Madrasa haqida sizlarga tushuncham. Mana endi shunday. Madrasani chap tarafimdagi gumbaz ularning masjidlari bo'lgan. O'ng tarafimdagi gumbaz hazratlarning chillaxonalari bo'lgan. Mana shu chillaxonaga 16 ta qabr bor. Podsho Ubaydullohxonning avlodlaridan, undan keyingi Hazrat Mir Arabning kuyovlari, o'zlari va murodlari shu yerga yotibdi. Madrasa haqida sizga tushuncham shu. Ana endi poy qadam deb aytiladi. Bu qadam joy deb aytilgan joy. Mana shu qadam joyga kirgan odam avvalgi masjid, bu masjid otashparastlar bo'lgan. Nechinchi asrga? 6-asrga otashparastlar masjidi bo'ladi. Bu masjidni poxsadan bo'lgan. Uzunligi 1 kilometr bo'lgan. Uzunligi 1 kilometr bo'lgan masjidni otashparastlar Allohga, suvga, Xudoni bilmagan ular adashganlar. Ularni kofir deb bo'lmaydi. Suvga, haykalga, ipga sig'inib yurib, molga, hayvonga sig'inib yurgandan keyin Buxoroga 7-asrga arablardan kirib keladi. Arab kishi ayol bo'ladi. Bu 1 yil mobaynida bizga islom dinini da'vat qiladi. Da'vat qilib bo'lgandan keyin bizdan kirib keladigan tushunchasi bor, Xudoni bilgan ularga aytadi: "Ey, haykalga sig'inma. Alloh yakka va yagona. Senga najot beradigan Alloh, bu haykaldan najot yo'q. Bundan umid qilma" degandan keyin kimlardir o'sha vaqtga muhtojlikdan muhtoj bo'ladi. Hech narsasi yo'q. Kimlardir Allohga ishonib, Xudo borligiga ishonib dinga kiradilar. Kimlardir bizni otash dinimizga qarshi chiqyapti degan maqsadga, ya'ni omma xalq, tushunchasi kam xalq bizni otash dinimizga qaytib kirib desa, arablar majbur bo'lgan ularni dinga kirish.
Shuning uchun ayrim manbalarga kelishicha tovar musulmon deydi. Ya'ni tovar degani urushni majbur qilib dinga kirilgan. Bir xillari bir xillari muhtoj bo'lgan vaqtda ehtiyojni qoplagan holatda dinga kirib ketadilar. Non beradilar, choy beradilar, narsa qiladilar. Musulmonchilik yaxshi ekan degandan keyin 8, 9, 10, 11, 12-asrga kelib, 11-asr yarmiga kelib Buxoro qubbatul islom bo'ladi. Islom diniy o'chog'i bo'lgandan keyin bu masjidni buzadilar. Bu masjidni buzgan Arslonxon, Qaraqo'rniklarning avlodidan bo'ladi. Masjidni buzganlardan keyin bu masjidni tekislab, qaytadan masjid tiklaydilar. U masjidni cho'p ko'ra qiladilar. Pastgina qilib. Qari cho'pning ati. Ha. 8 ta darvozasidan qurib bo'lganlaridan keyin bu masjidga bezak beradilar. Bu masjid tillodan suvlari, zindonlari tillodan bo'ladi. Kirib tashqaridan kelgan sayyohlar bu masjidni ko'rgan odam qasr deb o'ylaydi. Tomosha qiladilar, havas qiladilar-ki, bu qasr ekan deb. Buxoroga Mo'g'uldan elchi keladi. Mo'g'ul elchi Chingizxon aytadi. Butun dunyoni oldik. Buxoro degan joy bor ekan. Mana shu joyda borib tomosha qilib, xalqi qanday yashaydi, qanaqa odamlar degan vaqtda bizga tasarruf qilish kerak. Degan vaqtlarga Buxoroga kirib kelib tomosha qilganlar. Har qirlarga azon aytib yurgan xalq Buxoroda Arslonxon fikr bilan aytadi. Havas qilib aytadiki, men har qirga azon aytganlarni ko'ryapman, sherga namoz o'qiyman. Mendan qoladigan bitta esdalik narsa nima bo'lishi mumkin degandan keyin vazir aytadi, minor qurishingiz mumkin. Qani, qachon quramiz degandan keyin aytadi. Kim quradi? Deganlardan keyin vazirlar maslahat qiladi. Usto Baqo degan odam quradilar. Olib keling uni. Olib kelganlardan keyin maslahat qiladilar. Kengashga qo'shib aytadilarki, bizdan qoladigan bitta minorni quradigan ustoz sanmi? Men. Xo'ja aka keling, men siz uchun jon ko'tarib gapirib o'tiraman. Payg'ambar alayhisalom aytadilar. Dindan yo tarixdan gapiradigan vaqtda bir kishini da'vat qilib boshqa yo'lga dunyoviy gapdan gapiradigan odamni oldiga diniy gapdan gapirib turgan odamni da'vat qilsang, o'shandan 10 tasi bo'lsa, bittasi quloq solmasa, gapirgan gaping zoya ketmasin. Shoyatki gunohkor bo'lib qolmaydigan maqsadga aytaman. Bu sizga keraklik. Olib keladilar. Olib kelgandan keyin vazirlar kengash maslahat qilgan holatda u kishi so'raydi. Minorni qachon qurasan? Bir qoshiq qonimdan keching. Po'sha olam. Men sizga aytgan minoringizni qurib beraman. Demak, boshla dedi. Boshla degan vaqtda aytdi. Yo'q. Men bu minorni qurishimdan oldin sizga 3 ta maslahatim bor. 3 ta maslahatim bor. Shartim bor. G'azablangan podsho vazirga qaraydi, vazir podshoga qaraydi. Bu o'zi usto bo'lsa, men podsho bo'lsa. Bu kim menga shart qo'yibdi? Agar sizga minor kerak bo'lsa, vaqtinchalik bunga ko'p deymiz. Yolg'on aytmaymiz. Uni shartlariga ko'ramiz. Shuncha usto qurdirdim, shuncha bino qurdirdim, lekin birontasini shartini eshitmagandim. Demak, bu minor abadiy ketaganga o'xshaydi. Eshitaman. Birinchi shartim shu. Men minorda tayinni quraman. Lekin 5 yillab mobaynida ko'rinmayman. Qayerga ketasan? Nima qilasan? Uni sizga ayta olmayman. Podsho hayron bo'ladi. 5 yil kutaykan bizdan. Rozi bo'ling. Ikkinchisini ayting. Ikkinchisi taqdiriy taqozo yo siz yo men o'ylaman. Xo'sh? Shartim shu. Ana shu minorni qurib bo'lganimdan keyin qabrimni minorda tagiga quring. Yiqilsa minor ustimga yiqilsin. Maşallah. Shart juda qiyin bo'ldi. Uchinchisini ayting. Uchinchisi shuki, xudishina ko'rsaydi agar bitta g'ish qo'yilgan. Aqlga g'ishni qo'ysa, jallod kelib qilichini yalonlab kundan ketirar ekan. 2 rakat namozingizni o'qib tushing pastga. Ular bilan xayrlashing. Endi sizni Donald Trump nima degani? Endi siz tamom. Qatl qilinasiz. Meni qatl qilmaysiz. Bu juda qiziq bo'ldi-ku deganlardan keyin vazir podshoga qaraydi, podsho vazirga qaraydi. Kunmasak bo'lmaydi.
Boshla. Qachon boshlayapsan? Men tilovat Qur'on qilaman. Qo'y ehson qilasiz. Men minorni tiklashni boshlayman. Qo'yni so'ydilar, tikladilar, narsa qildilar. Menga odam bering. Qancha? 1000 ta. 1000 ta odam? Xo'p, 1000 ta odam sandik. Minorda takidan 6 ta tomir qo'yilgan. Takidan. Bu yerdan o'zi turmaydi. 6 ta taydan qo'yilgan minorda tagiga bitta minorga tosh qo'ymaydi. Mana bu toshlardan mana yerga tosh turibdi. Oq ahakdan bo'lgan toshlar bor, uzun toshlar. Mana shu toshlardan qo'yiladi. Bitta tuyani juni, bitta ahakdan, bitta tuya juni, bitta ahakdan. 5 ta tomirda qo'yadi. 2 metr, 3 metr chuqurlikka, 2,5 metr enidan 10 metr uzunlikka 5 ta tomir qo'yadi. 6-chisi o'zini qabrini qo'yadi. Shuning uchun bo'sh turibdi, o'q qarab o'tiribdi. Buni minorda qurdirganini bilishingiz keraksiz. Hadeb tomosha qilib aylanlardan foyda yo'q. Bittasi bo'sh turibdi deysizmi? Ildiz tagi bundan. O'zini qabriga qarab yiqiladi. Minor o'zini qabriga qarab yiqiladi. Nechinchi yilda qurilgan? Xudo aytaman. Topolmagan-ki. Bilmayman. Shu kecha qurib bo'ldiki qochib Izroilga ketadi. Shogirtini olib. Qidiradilar, topolmaydilar. Aradan 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi. 5 yil o'tgan vaqtda va'dasi ustiga turgan vaqtlarda kelgan vaqtlarga bozorga ko'rib qoladilar. Mana avto. Jallodlar o'sha vaqt ham yugurdoqlar bo'lgan. Olib kelib qo'yinglar qo'limni degan vaqtda va qo'chqorning oldiga ketib qayoqlarda. Mana ushlab keldik degan vaqtda aytadi u kishi. Yo'q. Mana ushlab kelganingiz emas, men va'damga voqib turib ishimni qilib o'tiraman. Qayerga ketding? Uni aytmayman deyodim sizga. Boshini olinglar. Hukmdor bo'lgan. Vazir kelib aytadi. Buni 3 ta sharti bor edi. 3 ta shartdan bittasi bor edi. Ketaman, birinchisiga aytgan edi. Ketaman, qayt. Nima uchun ketding? Boshqa olam, bir qoshiq qonimdan keching. Agar shu men o'zim imoratni boshlagan vaqtimga boshimga tikib o'tiraysiz. Mana shu imoratni qurgan imoratlarini qo'ygan toshlari qish yomg'ir yozlariga qotsin degan maqsadga keldi. Boshla degandan keyin boshladi. Ustoboqa 6 yil 8 oyga bu minorda balandligini 47,5 metr qurib 104 ta zina bilan tugatdi. Endi buni vazifasini aytdi. Vazifasi shu. Buxoroga bitta minor bo'ladi, u Kalon minor deb aytiladi. Bunday minor hech qayerga yo'q. Eni tarafdan ham, balandlik tarafdan ham bu baland bo'ladi. Minorning vazifasi shu. Buxoroga eng katta minor birinchi marta azon aytiladi. Bu azon uchun. Ikkinchisi vazifasi nima? Buxoro darvozalari 12 ta bo'ladi. Vazifasi shuki, Buxoro askarlari chiqib, Buxoroni qo'riqlash uchun. Sayyohlar, ana minor qurildi. Eron, Pokiston, Saudiya Arabistoni, bu yo'g'i Farg'ona, Andijon, Qo'qon, Toshkent viloyatlariga ketadigan sayyohlar shera kelib qo'ynadi. Uchinchisini ayt. Uchinchisi kechqurun bo'lgan vaqtda sayyohlar adashmaslarga cho'li biyobon bo'lgan. Mana shu mash'alni shu yo'lasidan shu yoqqa qarab mayoq baspasin kerak. Lista palajida? Mayoq baspasin. Mana shu minor haqlariga sizga tushunchani. Ana endi Masjid Kalonga kelamiz. Bu Masjid Kalon Buxoroga kirgan vaqtga Mo'g'ul kelib allanib tomosha qilib 1 yil mobaynida yuriydi. Yurgandan keyin chiqib ketadigan vaqtga 5 ta baqvat bu kishiga o'xshagan baqvat odamlar bittasi kirib chiqolmaydi. Hozir chiqsangiz siz tamom, bir hafta yotavering. Ukol ham kerak yo'q, dori ham kerak yo'q. Siz ba'zi suvni ichsangiz bo'ldi. Bu vaqtda odamlari baqvat bo'lgan. Oyoqlari og'rib, qo'llari shishib ketgan. Ketadigan vaqtga Buxorodan chiqib qo'yinchini ilib ketadigan vaqtda Buxoroga azon aytiladi. Buni girdidan aynaladi. Shuncha shaharni ko'rib, odam zotini osmonu falakka chiqib yurganini ko'rmagandim. Odamlar
2020-yilda bilamiz bizada chunki 1920-yilda bilamiz bizada bolsheviklar, ya'ni Qizil armiya boshchiligi, Frunze boshchiligidagi hujum uchraydi va Arkni o'zi 4 kun bombardimon, ya'ni bombardimon qilinadi. 3 gektar maydoni bu hozircha saqlanmagan hududi bor, vayron bo'lgan joy xuddi shu yerga to'g'ri keladi. 1 gektar maydon hozirda muzey sifatida saqlangan. Bu ko'rib turgan joyimiz, ya'ni taxtxona hovlisi, ya'ni marosimxona. Bu yerda asosan marosimlar o'tkazilgan, amirlar taxt o'tkazish jarayoni hamda yuqori lavozimli elchilarni xuddi shu yerda kutib olishgan. Bizga eng oxirgi taxt o'tkazish marosimi 1910-yilda Buxoroning so'nggi amiri Amir Olimxon taxt o'tkazilgan. Undan keyin hech kim taxt o'tkazilmagan, chunki bolsheviklarning hujum natijasidan keyin Buxoro amirligi ag'darilib, o'rniga Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tuziladi. Shu xonamiz o'zi yuqorida aytib o'tganimdek 4 kun yong'in ichida qoladi. Chap tomondagi old ustunlari bular original holatda saqlangan. To'g'ridagi hamda o'ng tomondagi ustunlari esa bu boshqatdan yangilangan, ya'ni rekonstruksiya qilingan variantlari. To'g'ridagi ayvon shaklidagi amirning taxti, ya'ni ayvon shaklidagi toshni, bu o'ng tomondagi taxti emas. Ayvon shaklidagi taxti 1669-yilda Nuratollik ustalar tomonidan g'ozg'on marmardan qilingan. Keyin yana bitta bu yoqqa diqqatlarsiz qaratinglar. Bu tomonda xazinaxona joylashgan, ya'ni xazinaxona o'z nomi bilan Amir Olimxon va undan oldingi bo'lgan xonlarga, amirlarga tegishli bo'lgan hujjatlar, tillalar, oltin buyumlar hammasi xuddi shu yerda saqlangan. 30 kvadrat metr maydoni bor ichkari qismida. Xazinaxonaning yonida ikkita joylashgan sher haykalchasi ko'zimiz tushadi. Sher haykalchasi asosan o'ziga xos tarixi bor bu narsani. Amir Olimxon yoshlik davrlarida bilamiz Buxoroda emas, Sankt-Peterburgda o'qib kelganlar. Rossiyaning Sankt-Peterburgda o'sha yerda o'qishlari davomida sher haykalchasini ko'rib qoladilar, Buxoroga olib kelishni niyat qiladilar bu narsani. Lekin o'sha paytlarda bilamiz transport sistemasi yaxshi emas, yaxshi nima bo'lmagan. O'sha paytda oxir bunaqa narsalarni olib kelish, bundan katta nimalarni. O'sha uchun Buxorolik hunarmandlar tomonidan 4 ta yasattirilgan, ikkita Sitoray Maxos saroyiga bordingizlarmi? Sitoray Maxos yozgi saroyiga. Agar bormagan bo'lsalaringiz, o'sha yerda borganlaringizda bor, ikkitasi turadi, eshikdan kiraverishda bor, ikkitasi esa bizda bor. Bu narsani o'zi bir ma'nosi bor. Bu ma'nosi xazina kiraverishda sher qo'riqlab turibdi degan ma'nosi, sher haykalchasini qo'yishgan. Ramziy ma'noda. Bu yerda arkdan bu yoqda darvozadan kirib kelaverishda bitta xuddi shunaqa ko'rinishdagi devorga ko'zimiz tushadi. Bu devor, ya'ni xulomgar devor deyiladi. Ya'ni forscha tarjima qiladigan bo'lsak, xul orqaga qayrilgan degan ma'noni bildiradi. Asosan elchilar kelgan payt marosim boshlandi. Endi marosim tugagandan keyin elchilar qanday qilib ketish kerak bo'lgan? Ta'zim qilib kelgan, orqasidan ta'zim qilib kelgan. Qachonki orqasi devorga tekkandan keyingina devor yonishidan aylanib o'tib ketgan. Hech kim o'sha paytda amirga orqasini qilib chiqish mumkin bo'lmagan. Chunki amirga nisbatan hurmatsizlik sifatida ko'rilgan o'sha narsa. Ikkinchi vazifasi ko'chadan o'tib ketayotgan odam ichkarini ko'rmasligi uchun, ichkarida nima marosim bo'layotganini ko'rmasligi uchun asosan parda vazifasini ham bajargan. Savollaringiz yo'qmi? Kelinglar bu xonaga o'tamiz, boshqa otxonaga. Xazinani ko'rsak bo'ladimi? Yo'q, bu yoqda o'zing nima? Maktabimda xazinani. Bola yo'q. Yo'q, olib ketgan. Ruslar olib ketgan uni. Bobog'aniki deb bersak, topib kelardik. Aning kisanaysan shu. Yaxti bardoshlar gap sanaydi. Yaxti vay. Anicha bardoshlar. Kelinglar. Atmaka keling. Biz hamma yig'ilgan bo'lsa gapirish boshlayman. Bu xonani o'ziga xos xususiyati shundaki, amirning otxonasi shu yerda joylashgan. Asosan bu yerda amirga tegishli bo'lgan o'sha paytlarda 15 tadan 20 tagacha otlari bo'lgan, zotdor otlari. Amerika zoti, Lokay, Sor va boshqa davlatlardan olib kelingan otlar bo'lgan o'sha paytlarda. Hozir aytib ko'rsam. Mana shu tomonda yakkama-yakka bog'lab qo'yilgan. Bu yerda qachon otlar bo'lishi mumkin? Sochi amir sayohatga chiqishni xohladi, shahardan tashqarida yoki ovga chiqishni xohladi. O'sha paytlarda otlar saqlanadi, boshqa paytlarda bu yerda otlar bo'lmagan. Bu yer kak служебный variantdagi xona. Amir biror joyga, avtostanka shu yerda amir men sayohatga chiqmoqchiman deydi, sirasi kelib otlarni tayyorlab qo'yishadi, amir chiqib minib ketadi. Boshqa nima? Ot saqlanadigan joy boshqa joyda bo'lgan, arkdan tashqarida bo'lgan. To'g'ridagi bu xonamiz bo'lsa, ot boqarlarning xonasi, asosan ot boqarlar shu yerda yashab turib otlarga qarashgan. Bu yerdagi xonamiz bo'lsa 2 etajlik zdaniya, asosan bu Mirzaxona deb ataladi. Mirzaxonani hozirgi til bilan aytadigan bo'lsam, bu pasportniy stol. Asosan ruslarning elchilari shu yerda kutib olingan, hujjatbozlik, qog'ozbozlik, dokumentlarga imzo qo'yish jarayonlari hammasi shu yerda amalga oshirilgan. Kelinglar bitta bu yoqda yana ma'lumot bor.
Bu yerda asosan arkni darvozadan chiqib kelaverishdagi e'tibor berdingizlarmi, tepaga chiqadigan yo'lak bor, zina bor edi. Asosan bu zina, bu ham slujebniy variantdagi zina, ya'ni chorniy vxod deb ataladi. Asosan amirning xizmatkorlari vaqtni tejash uchun shu yerdan tez-tez chiqib tushish uchun ishlatishgan. Bu ham slujebniy variantdagi xona. Bu yo'q, hozir bu yerda ruxsat yo'q. To'g'ri keladi, mana bu tushsa. To'g'ri, ha. U yoqda aylanib kelib o'tirishmagan, sizlar aylanib kelgan joyda aylanib kelib o'tirishmagan, u tez-tez vaqt tejash uchun asosan chorniy vxod. Kelinglar bu yoqda o'tamiz yana. Bu tepada ko'rib turgan xonamiz nag'ora xona deb ataladi. Nag'ora xona o'ziga xos xususiyati shundaki, asosan bu yerda karnay, surnay, doira raqslar va o'yin kulgular to'g'ridan to'g'ri jarchilar tomonidan Registon maydoni bor. Kelinglar, Registon maydoniga o'tamiz. Buxorda ham bor. Mana bu yoq Registon maydoni deyiladi. Ha. Bu yoq Registon maydoni deb ataladi. Bu yerda avval juda ham katta bozor bo'lgan, hamda shu yerning o'zida hamda arkning o'ng tomonida, chap tomonlarida binolari bo'lgan asosan. O'sha binolar u bombardimon natijasida yo'q bo'lib ketgan, ko'p joyi vayron bo'lgan. Asosan bu yerda katta bozor bo'lgan, arkning darvozasining to'g'risida bozor bo'lgan. Keyinchalik bo'lsa bu yerda ba'zi marosimlar, aholini yig'ishgan, jazolash turlari bo'lgan, qatl jarayoni bo'lgan bo'lsa, hammasini amir to'g'ridan to'g'ri mana bu tomondan tomosha qilgan. Marosimni, qatl, boshqa jazolash turlarini. O'sha paytlarda bizda bilamiz, ayollarni yuzini ko'rish mumkin bo'lmagan, din juda ham qattiq bo'lgan. Shu uchun amirning ayollari asosan qatl jarayonini yoki jazolash yoki marosim bo'lib qoldi biron soat uchun aholini yig'ishdi. O'shanaqa jarayonlar mana bu binodan turib tomosha qilishgan. Mana bu yerda. Ha, Rishotgan orqasidan bu muhtasham yuzilgan. Art. Ha? Art dedi, Ark. Nima degani bu? Ark o'zi ma'nosi ark deb o'zi qala. Qala, to'rt hamma aylana shaklidagi ark. Qarorgohi degan gap bu. Qarorgoh. Ark qala. Bu yerda shahar ishidagi shahar bo'lgan bu yerda. Asosiy shu bilan hozir minora o'sha davrda yo buzib tashlanganmi asosiy? Asosiy 1 gektari saqlanib qolingan, 3 gektarga hozir chiqamiz sizlar bilan. U yo'q, saqlanib qolinmagan, bombardimon bo'lgan. O'zlaringiz ko'rasizlar yo'qni. Kelinglar, salomxonaga o'tamiz. Kelinglar, orqadan kelinglar, nima qilmanglar, qolib ket. Kadrlar bo'limi bu yoqda. Ha, bu ishxona. Yo'q, bizning o'zimizni hozir ishxona. Hozirgisi. Ha, hozirgisi. Hozir bu xonaning vazifasini men aytib beraman. Vaqt qanday sizlarga? Bu yoqdan so'radim, o'zbekcha so'rayman. Vaqt ko'proq bo'lsa, ichkarida, ha? Tamom. Ha, kim qolyapti? Aha, xo'sh. Bo'lsa shu yoqdan keyin park hududiga boramiz. Hamma keldimi bo'lsa? Yo'q, bormi? Ha, bo'lmasa boshlayveraman. Bu xonaning o'ziga xos xususiyati shundaki, asosan bu yer salomxona hovlisi va qabulxona. Xalqni qabul qilgan o'sha paytlarda amir bevosita derazaning orqa tomonidan o'rtada oyna bo'lgan, xalqni qabul qilgan. Pastda bo'lsa ikkita udaychilar turgan, udaychilar vazifani bajargan. So'chana ana bu yerda qorxonaning ichida hamma odamlar yig'ishgan, jamlashgan, qorxona bo'lgan. Bu yerda odamlar navbatini kutishgan amirni. Bu yerda kimlar kelgan? Asosan bu yerda amir bilan salomlashish vaqtiga muyassar bo'lgan odamlar amirning yuzini ko'radigan hamda amirga arzini aytish uchun keladigan odamlar kelishgan. Ikkita udaychilarning vazifasini bajargan. Amirning oldiga keldi bitta odam, assalomu alaykum dedi. Amirga arzini aytdi yoki salomlashdi. Amir nomidan va alaykum assalom degan. Prosta amir boshini qimlatib qo'ygan. Chunki ham bor. Bu yerda amir bir kunga 300 tadan 400 tagacha odam kutib olib bilgan. Har biri bilan assalom deb chiqqancha o'zini charchab qo'ymasligi uchun, urintirib qo'ymasligi uchun doimo unga yordam beradigan udaychilari bo'lgan. Bu xonaning uni asosiy vazifasi xalqni qabul qiladigan xona. Xalq qabulxonasi bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lmasa, keling, sekin bitta park hududiga chiqamiz, bitta aylanasida o'sha yerda tugatamiz. Kelinglar bo'lsa. Ketib park hududiga chiqamiz. Bu yoqda mana, orqadan kelinglar. Kelinglar bu yoqda. Kelinglar bu yoqda bitta yig'laylik, ana bu yoqqa bitta ma'lumot beramanki, tepaga chiqamiz, tushamiz. Ha, tushuntirib beraman. Kelinglar.
U bombardimon bo'lmasa ham o'zi loydan qilingan ekan mana bu g'isht nimalarda. Xom g'ishtdan qilingan ekan. O'zini to'zib qoldi. Bu xona yuqorida aytib o'tganimdek, bu yer asosan 1920-yilda bolsheviklar, ya'ni Frunze Qizil armiya boshchiligidagi bombardimonda uchraydi. Shu yer ko'rib turgan joyimiz Arkni o'zi 4 kun bombardimon qilinadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, Guryon darvozasi bo'lgan dedim. Guryon darvozasi mana bu tomonda joylashgan. Bu yerda asosan eng ko'p talafot yetgan joy shu yerga to'g'ri keladi va shu yer tomonidan kirib kelishgan. Yuqorida qarang, u yerda xaritasi bor, bitta qaranglar. Xaritada qarang, son bilan belgilab qo'ygan. Chap tomondagi asosan 1 gektar saqlab qolingan joylari asosan belgilab qo'yilgan. Bu tomonda agar ko'rsalaringizda, sal ko'rmay turibdi, son bilan belgilab qo'ygan har bir joyda binolar bor. Hamda bu tomonda qarang, raqamlar, nomerovka qilib qo'ygan. Bu binolarda nima vazifa bajaradigan binolar bor. Ana shu tomonda hamma binolar va raqamlari bor joylashganligi. Arkni o'zida o'sha paytlarda 3 ta jome masjidi bo'lgan. Jome masjiddan bitta jome masjidi qolgan. Qolganlari vayron bo'lib ketgan. U tomonda qarang, sauna, hammom, boshqa nimalari saqlanib qolgan joylari bor. Bu tomonda qarang, quduqlari, boshqa u ona chetlarda saqlab qolgan joylari bor. Bitta kelinglar, tepaga chiqamiz, keyin qaytib tushamiz, keyin tugatamiz. Kelinglar. Yuragingda g'am bo'lmas, mehribon onang bo'lsa, g'am chekkaning dam bilmas, mehribon onang bo'lsa. Yuragingda g'am bo'lmas, mehribon onang bo'lsa, g'am chekkaning dam bilmas, mehribon onang bo'lsa. Baxtli kechar onlaring dard bo'lmagan, kulfatlaring ham bo'lmas, mehribon onang bo'lsa. Baxtli kechar onlaring
dard bo'lmagay kulfatlaring ham bo'lmas mehribon onang bo'lsang onang 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 mehribon onang bo'lsang kiprigingdan ham bo'lmas mehribon onang bo'lsang asragay seni o'zing izingda qolib ko'zing asragay seni o'zing kiprigingdan ham bo'lmas mehribon onang bo'lsang navo olib sehrdan davo olib mehridan ruhing uchgan Yana bir marta assalomu alaykum aziz kursdoshlar. Xush kelibsizlar. Kattadan katta rahmat sizlar qimmatli vaqtlaringizni ajratib mana bu Ufaga tashrif buyurdinglar. Juda xursand. Nihoyatda asosan shu chor do'stimiz bir yildan buyon ben kursdoshlarini kutaman deb yurib yuribdi. Chor do'stimizga oilasidan birgamalariga kuch quvvat, sihat salomatlik, ishlariga rivoj, kasblarga barakasini bersin. Sizlarga katta rahmatli yaxshi o'tirib, nasib bo'lsa yaxshi dam olib, bugun pasanizlar ham bemalol, joy bor dam olib, keyin balochaqalarga sog' salomat yetib borishingizni va ahvolni bersinlar. Yana bir marotaba assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Azim Buxoriy Sharifga, qadamlaringizga salom. Mana do'stlar, bugun Buxoriyga o'tayotganimda 42 yil turibdi. Hammalaringizni mana shu 42 yil bilan tabriklayman. Bukunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Ayrim kursdoshlarimiz yo'llari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. O'ylariga tinchlik, sog'lik tilaymiz. Ishlariga, farzandlar ishlariga barkamollik tilaymiz. Hammalari xush kelibsizlar. Buxoriy Sharifga xush kelibsizlar. Dasturxon sizlar uchun nozir, ochiq, bemalol qaror qilinadi. Sizlar uchun O'zbekistonda Turkmanistonga xizmat ko'rsatish niyatida yurgan ukamiz Dilshodjon xizmatda. Rometanligi üstüge bir güzden mehmon dostluk adeti omadli yurt güzelden ikbali külgen vatanım ramiten aramiten güllegen vaha mekanım ramiten aramiten Secdegahım azizam Samasidik babam var Uluk tenbih halkı var İki piri medetkar Secdegahım azizam
iten aram iten Güllegen vaha mekanım Ram iten aram iten Koca Urban şifakenar Yurtunga madadkardır Hekim Hoca Zaferan Halkın necatkardır Koca Urban şifakenar Yurtunga madadkardır Hekim Hoca Zaferan Halkın necatkardır Ram iten aram iten Güllegen vaha mekanım Ram iten aram iten Öpmüşten iz kaldırgen Çağrı kulba yurtumu Vatan üçün can birgen Er nefesli yurtumu Öpmüşten iz Gökten bana yurtumu İkbalı külgen vatanım Ram iten aram iten Güllegen vaha mekanım Ram iten aram iten Ahıl yeller yurtumu Amu derya şigere Gezge kandır gezimiz Mustakil yursivere Şeydayın atap kuşu küyümlü Tayir can fidavisi Ramitanlik yurtumlu Dilşat birik fidavisi Ramitanlik yurtumlu İkbalı külgen Ramiten aramiten Güllegen vaha mekanım Ramiten aramiten Karıdır yaralar Uzaklı gözlese gözleri görmez Dert yaman kekseliktir yaralar
Aslında insanlar yatır, yerini kattık basmanız. Aslında insanlar yatır, neçe bin şehitleri derya bulup kanlar yatır. Neçe bin şehitleri derya bulup kanlar yatır. Çağrıyar birle kamalar, Uşak sultanlar yatır. Yerini kattık basmanız, aslında insanlar yatır. Çağrıyar birle kamalar, Uşak sultanlar yatır. Kabrını yantaq basır, gül yüzlü cananlar yatır. Yerini kattık basmanız, aslında insanlar yatır. Kabrını yantaq basır, gül yüzlü cananlar yatır. Yerler yatır, yerini kattık basmanız, aslında insanlar yatır. Ata onek birle kandaşın tuş, yerler yatır. Yetmeyin yolda kalan Ul Mekke'yi Medine'ye. Yetmeyin yolda kalan Ul Mekke'yi Medine'ye. Çin Muhammed ümmeti, onda Müslümanlar yatır. Yerini kattık basmanız, aslında insanlar yatır. Biz üçün aziz bolan Ustoz Kamiljonlar yatır. Biz üçün aziz bolan Ustoz Almaxonlar yatır. Ustoz Otajonlar yatır. Ustoz Ortiqjonlar yatır. Ustoz Toyirjonlar yatır. Ustoz Toyirjonlar yatır. Bozamani ey canım, canha fida ey canı tu canım, sadhan şuman
man sadakan chuman kurban etu باز آمدی ای جان من جان با فدا ای جان تو جان من صدقم شما Salom yo'llab keldim. Yaxshi to'y kunlar muborak. Allohimdan umr so'rab sizlara, Xudoyimdan sog'lik, tinchlik tilab xalqima yaxshi kunini qutlab keldim. To'ylar muborak. Assalomu alaykum. Hurmatli davradoshlar, hurmatli Buxoroy sharifimizni ulug' tuprog'imizni aziz qilib kelgan mehmonlar, hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilayman. Qadamlarimiz qutlug' bo'lsin. Endi bugun chorakamizning mezbonlik kuni bilan sizlarning Buxoroga mehmonlik kunlaringiz bilan tabriklayman azizlar. Endi bu chorakamiz bizi ota qadrdonimiz bu kishi. Yaqinganing og'a. G'aybulla akam, Nurali akam, Olot G'ijduvondan ana shu mezbonlik qilyapti bugun bular. Ana shu davraga, bugungi chiroyli tashkil qilingan dasturxonga azizlar. O'zim Romitan tumanidan bo'lsam-da, lekin mening yashaydigan qishlog'im Turkman qishloq. Chorqulboy degan boy bobomiz bo'ladi Romitanda. Shu insonning
nabira chabiralardanman, qishloqdoshiman. Ana shu Xorazmdan kirib kelishda birinchi qishloq meni qishlog'im bo'ladi. Hozir davramizda mehmon bo'layotgan Xorazmlik insonimiz ham bor ekanlar. Choraga ismlarini mana shu kishini. Maqsud akam aylanaysizdan Hankadana bilan kelishim aniq bugun. Ha, ikimiz bir aka-uka girishamiz. Endi ancha vaqt bo'lan shu xizmati menga yozib qo'yanlarına bir narsasi bor azizlar. Nomadikor ulug' davralarda yursang u ulug' insonlar bilan ko'rishib, suhbatlashsang u qadrini bilmasang ham vaqti kelib Xudodan topadi odam. Shuning uchun shukronasini aytishimiz kerak har bir o'tayotgan vaqtimizning, xush-xursandchiligimizning Alloh aziz qilib yaratishini bir yaxshi tomoni borki insoniyatni qaysi darajaga, qaysi cho'qqiga erishsa ham dunyodan o'tmay to'xtab yana tug'ilgan holatiga keltirib keyin qaytib oladi. Shuning uchun Xudodan so'rash kerakki, shu yuqori cho'qqilari erishganimizda ham shayton yo'ldan urmasin, kibri havoga berilmagayik. Ana shunday oddiyligimizcha yashashligimizni Alloh butun umr taqdir etsin. Kimlar kerildilar kibru havoga, kimlar berildilar mol dunyoga, kimlar hirs qo'ydilar zar dunyoga, kimlar hirs qo'ymishlar zar dunyoga. Menga mol dunyo emas, do'st yor g'animat. Menga dunyo emas, sizlar g'animat. Dunyo bo'ylab hamma Xudoga banda. Kimlar shoh libosda-yu, kimlarda janda. Shoh gado o'tar, buyursa bir xil kafanda. Shoh gado ketar, nasib qilgan bo'lsa bir xil kafanda. Menga mol dunyo emas, do'st yor g'animat. 1000 yil yashab o'tdi Hazrat Luqmon. Ajal changalinda taslim qildi jon. 1000 yil yashab o'tgan Hazrat Luqmon